ko'zni umumiy lazerli korreksiya amaliyotlarini qachon qildirgan ma'qul? Fasl tanlamaydi. Asosiysi uyingizda sharoit yaxshi bo'lishi kerak. Masalan, deylik, salqin, uyingizdagi normal sharoit bo'lsa, qildirsangiz bo'ladi. Uyingizda ham issiq bo'lsa, chang ishlarda ishlasangiz, o'zingiz alohida tursangiz, ko'chada ishlamasangiz bo'lmasa, ovqat qilmasangiz bo'lmasa, unda siz dam oladigan muddatingizni topib, keyin qildirishingiz kerak. Har qanaqa operatsiyalarni, faqatgina glaukoma, katarakta operatsiyalari bunga xos emas, chunki glaukomada tezroq qilish kerak operatsiyalarni. Katarakta bo'lganlarda ham qancha erta qilinsa, shuncha yaxshiroq. O'sha paytga majburan sharoitni yaxshilab, hatto bir haftada ko'zni o'sha tuzalguncha uyingizdagi sharoitlarni yaxshi qilib, keyin operatsiyalarni qildirib olgan yaxshiroq. O'shaning uchun azizlar, fasl tanlamaydi ko'pchilik ko'z operatsiyalari. Yozu qishda bo'ladi hozirgi maloinvaziv operatsiyalar, ya'ni ko'zga tig'siz bo'ladigan operatsiyalar yoki juda kichik tirqishli operatsiyalar bu yilda har qanaqa faslda operatsiyaga qarshi ko'rsatma bo'lmaydi.